Ajalar bu kim bilasizlarmi? Bu o'sha qanjiq it Saturn. Nimaga yuguryapti bilasizlarmi? Oktagonga kirgisi kelyapti. Lekin kirgizmayapti. Milliy gvardiya urib haydaveryapti bu qanji itni. Bu dalbayoblikda bu qaranglar. Hozir sizlarga bitta narsani keltiraveraman. Mana shular Qozog'istonga kelsa, mikrofon qo'lidan tushmaydi, bilasizlarmi? Nimaga? Chunki Oktagon bular orqasidan non yeydi. Bular sirkda o'ynaydigan hayvonlar bor-ku. Mana shunga o'xshagan bitta ikkitasi bor. O'zlari juda yaxshi biladi. Ular orqasidan non yeydi Oktagon. Ana shuning uchun mikrofonni qo'liga berib qo'yadi. Mana O'zbekiston Humo Arenada kecha bo'y bo'ldi. Ko'rdilaringmi? Ko'rdilaringmi, ko'rmadilaringmi? Biz ham ashit dedik, Saturnni vapshi yaqinlashtirmadi. Mana ko'rib turibsizlar. Umuman yaqinlashtirmadi. Daydi itdek urib haydab yubordi. Qoyil qoldim, malades. Birinchi marta mana bo'y bo'ldi, lekin Saturn mana shunga o'xshagan bitta ikkita masxarabozlar mikrofonni ko'tarib chiqmadi. Malades. Xursand bo'ldim. To'g'risida mana bu Saturnni qilayotgan ishini qaranglar. Oktagonga kiraman deb yugurib o'lcha shou qilyapti, konorlarga o'xshab. Ey Saturn dalbayob. Qachongacha O'zbekistonni sharmanda qilasan? Ey dalbayob biladi, seni yoningdagi davlatdagilar ham ko'ryapti. Salmoni ongini ishlatgan befarosat. Bo'pti, mana shu bo'yda Oktagonga kirding ham deylik. Nima qilgan bo'larding? Erka bilan urarmiding? Yo so'karmi? Nima qilgan bo'larding? Savol senga biladi. Dalbayob sar kallani ishlatgan biladi. Qachongacha miyani pusto yo'b yurasan?